Pişiriqchi ustamlar, sumayda qilingan baqalini o'lchamlik chiqarmayotgan nurg'unlar bor deyman. Bugun men sizlarning mushu masalalarni hal qilish uchun keldim. Bugungi baqaliga xumarning tabiiy aslini ishlatdim. Shuning uchun bu baqali nayt ko'pib yaxshi chiqdi. Men Xumar, meni qo'shib elam. Pishiriqni mendan so'rang. Tuxum 900 gram, shakar 700 gram, soda 15 gram, mar tabiiy asli 600 gram. Süt 250 gram, sumay 800 gram, un 1 kilo 300 gram, kraxmal 30 gram, foda 15 gram, to'g'rab tayyorlangan yong'oq meyvasi 200 gram, kishmish 200 gram. Tuxum, shakar, soda, shuni bir bosqichda ko'pirtirib olamiz. Tuxum mushunda oqirib olgandan keyin asalni qaynadan ni quyitimiz. Qaynadan sumayni quyitimiz. Endi biz mushu un, kraxmal, foda va quruq yemishlarimizni hammani birlashtirib to'kib olamiz. Mana unimiz mushunchalik holatda ilasa bo'ladi. Endi biz buni lisq to'kib olamiz. Mana lisqim to'kib oldik. Endi biz buni yuziga tegishli qilib yog'ni qirib yuzda chechib olamiz. Endi biz buni oldin qilgan porsiyani sevib olamiz. Porsiyani gradusi asti 160 gradus, ustuni o'xshashdan 160 gradusda 50 minutdan 55 minut atrofida pishib chiqsa bo'ladi. Mana baqarimizmi pishib chiqdi.